Akalar, O'zbekistonda yangilik bunaqasi bo'lmagan. Uy sharoitida yaxshigina daromad qilsa bo'ladigan biznes oqtarib yuradilarmi akalar? Rossiyada, Koreyada, Amerikada pulni qilib kelib, nima biznes qilmoqchiman deb o'ylanib yuradilar. Akalar, zo'r biznes. Uy sharoitida eri xotinlar yoki bola chaqa bilan qilib qo'yib, yaxshigina daromad qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Hozir mutaxassis akadan batafsil ma'lumotlar olamiz. O'zbekistonda yangilik ekan, nirjavikadan yasalgan ekan, oldin boshqa materiallardan yasalgan ekan. Nimaga nirjavika desalar, davlat standartlariga javob beradigan, xudo xolasa sizlarni uyaltirmaydigan, uy sharoitida qiladigan biznes ekan akalar. Hozir batafsil qanaqa daromad qilsa bo'ladi? Necha pul daromad qiladi? Necha joyda oladi? Nimalarni bilish kerak? Batafsil mutaxassis akamizdan hamma ma'lumotlarni sizlar uchun olamiz. Like bosib, kommentariyada nima biznes qilsa yaxshi pul topadi yozib qoldiringlar. Yoki 15 ming, 20 ming dollarga mashinani olib kiraya chiqish kerakmi yo biznes taksi qilish kerakmi? Albatta kommentariya yozib qo'ying. Meni fikrimcha taksidan o'zingizdan orttira olmaysiz. Pul topasiz, orttira olmaysiz menimcha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sizsiz? Aka, Salomatimsizlar? bu nirjavikadan qilingan, a? Ha, 100% nirjavikadan. Sababi nima nirjavikadan qilinishiga? Avvalo, o'sha aytib o'tganingizdek, davlat standartlariga javob beradi, gigiyenaga to'liq javob beradi. Gigiyenaga javob beradi. Aynan farmatsevtika yo'nalishi bo'yicha ham foydalansa bo'lishi uchun, har bir mahsulot uchun foydalansa bo'ladigan qilib nirjavika ishlab chiqarganmiz. Nechiga bu aka? Aynan buni razmeri 5 metrga 3 metr, balandligi 240. 240. Xo'p, aka, biznes boshlash uchun necha joy bo'lishi kerak? Uyda yoki mana shunaqa joyda? O'zi tashqarida, odatda tashqarida navesayda tursa ham bo'laveradi. Tashqarida ko'chada ham tursa bo'laveradi. Masalan, mana hozir shu yer ham navesayda turibdi. Ochiq joy. Masalan, ochiq joy. To'rt tarafi yopiq, naves bo'lsa, navesayda turaveradi yoki bir 10 metrga 6 metr, 10 ga 10 xona bo'lsa, buni qo'yib, yonida atrofida ishlash uchun ham bemalol yetarli joy bo'ladi. Yetarli joy bo'ladi. Xo'p, bu utublit qilinganmi aka? 100% utublit qilingan. Как sandwich paneldaqa 2 sloy 1 mm qalinlikda nirjavika, o'rtasida 5 santimetrlik bazalt mahsuloti ishlatilgan. Bu hozir O'zbekistonda yangilik. Oldin nirjavikada qilinmagan. Nirjavikadan qilinmagan. Oldin o'zimiz ham qilardik, alyumin korpus qilganmiz. Oddiy sandwich panellardan qilganmiz. Bu nirjavikalik, xudo xolasa yangilik bo'lib turibdi. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. Farqi yo'q. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston. Qirg'iziston, Qozog'iston to'qishni davlatlarga ham qilib berilaveradi. Buni olib ustanovka qilib berish hamma yo'llari, o'rgatib qo'yishlari hamma yo'g'i ishlaringda bo'ladi. Ha, shunaqa. Xo'p, bunaqasidan nechta qo'shib berasizlar? Xo'p, o'zi bu aynan bu obyomga keladigan bo'lsak, buni ichida 20 ta shunaqa teleshka sig'adi bunga. Har bitta teleshkada 32 donadan shunaqa yachigi bor, yachekasi bor. 32 donadan yachigi bo'ladi. Buni ichiga 640 dona shunaqa yacheka sig'adi. 640 dona. 40 dona. Masalan, kimdir kichikroq variant so'rashi mumkin. Yana ham misol kimgadir 300 kilo, 500 kilo, bizda farqi yo'q, obyomga qarab qilib beraveramiz. Shunga qarab o'ziga sig'adigan kolleksiyada qilib beramiz komplektida buni. Teleshka yashigini. Alohida qilinmaydi, komplekt ichida qilib beriladi. Komplekt ichida, hozir aytadigan narximiz ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Xudo xolasa, akalar bittadan like ni bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib tursalar, batafsil narxlar haqida ham tushuntiramiz. Bu yerda miyasi aka. Ha, bu boshqaruv panel. Boshqaruv paneli. Qiyin emasmi? Jaydar qilayotganda miya. Yo'q, unaqa qiyin emas. Hammasini o'zini funksiyasi bor. 4 dona knopka bor. 4 dona knopkani bosiladi. O'zini mana bu regulyatorlar, ichkarida ventilyatorlar bor. Bittasi shamolni tezligini nazorat qiladi, bittasi namlikni olib chiqib ketishni nazorat qiladi. Masalan, bu vaqtni nazorat qilib turadi. Bitta svejiy havo olib kiradiganimiz bor. Bu polniy umuman tok rasxodini hisoblab turadi. Bu umumiy kontroller. Bu ichkaridagi issiqlikni namlikka qarab, siz bergan nastroykaga qarab shundan oshirib yormaydi ham, tushirib yormaydi ham. Deylik 60 gradusga qo'yib qo'yilsa, namlikni 20% ga qo'yib qo'yilsa, shundan oshib ham tushib ham ketmaydi. Bu nima degani? Namlik muhim. Ko'pchilik uni ahamiyat bermaydi. Ba'zi mahsulotlarda tarkibida 20% namlik qolishi kerak bo'ladi. Bu tegmasangiz buni 10% gacha quritib yuborishi ham mumkin. 10%. Bu degani mahsulotni vesi yo'qotiladi degani. Vesi yo'qotiladi. Shu narsaga biz ahamiyat beramiz, namlik bilan ham ishlaymiz biz. Zo'r aka. Endi bundan qanaqa daromad qilsa bo'ladi? Bitta eshik tomonlarini ham ko'rsataylik. Buni aylanib, bu eshik tomoni mana shu aravachalarning ichiga olib kirib joylaymiz. Qanaqa daromad qilsak bo'ladi bundan? Bu o'zi koni daromad buni. Masalan, bu apparatdan bitta oladi. Deylik, uy sharoitidan boshlab tushuntiradigan bo'lsak, kichikroq variantini sotib olsa ham bo'ladi yoki shuni olib turib
qo'shnisida yo bir tanish bilishida meva bo'lishi mumkin. Olib quritib eksportga yo'naltirish mumkin. Yoki buni uyiga qo'yib atrofida meva bog'i borlardan suviga masalan deyli 2 kiloni 1000 so'm edi quritib berish. 1000 so'mdan quritib bersa ham mahsulotini deyli rasxotiga yarmi chiqib ketsa ham yarmi o'ziga qoladi. 3 tonna mahsulot quritsa bir kunda 3 million 3,5 million xizmat ko'rsatadi. Undan 1 million 1,5 million chiqib ketsa qolgani o'ziga qoladi. Xohlasa o'zi meva sotib olib quritib eksport qilsin, xohlasa uslugaga qilsin. Farqi yo'q. Shunaqa joylar bor, shunaqa hududlar bor. Faqat mevachilik, bog'dorchilik bo'ladi. Mevachilik, bog'dorchilik. Atrofi faqat meva, sabzavot bo'ladi. Uni quritib yubormasa isrof bo'ladi. Yoki kimdir olib ketib foydasiga quritib eksport qilyapti. Shuni o'zlari qilsa, shuni yana ham o'zini qishlog'ida qoladi shu daromad. O'zini qishlog'ida qoladi. Xo'p, bu necha tonnaligi? Bu 3 tonna sig'adi buni ichiga. 3 tonnaligi. Faqat 3 tonnalik yasaysizlarmi? Yo'q, aytib o'tganimdek farqi yo'q. Bizga 300 kilodan boshlanadi minimum. Zakasimiz bitta shifonerdaqa bo'ladi. Uni xohlagan bitta uyingizni bir chekkasiga qo'yib qo'yib, quritib faqat dimoxotini tashqariga chiqarib qo'yasiz. Bo'ldi, ishlay olasiz. Xo'p, aka, 1 tonnaligini yasab bersangiz. 1 tonnalik. Qancha tok rasxod qiladi? Xo'p, yaxshi savol berdingiz. O'zi odatda biz faqat elektrga ishlardik. Hozir gazli varianti, ko'mirli varianti qo'shganmiz. Mana ko'mirli varianti. Ha, hozir sinov jarayonida. Sinov jarayoni. Bu apparatimiz o'zi sizlar boshiga keldinglar, yaqinda buni bitkizdik. Aynan ko'mir uchun. Ko'mir uchun. Mo'lab boshqacha nimalardagi qo'shimcha jihozlar ekan-a? Ha, shu ko'mirimiz issiqlikni kotelimiz ta'minlab beradi. Qolgan sistema elektr tokiga ishlaydi, 220 ga ishlaydi. Xo'p. Tokni rasxotini aytsak, keyin gazni rasxotini, ko'mirni rasxotini taxminan. Tokni rasxoti mana turibdi mana. Tokni rasxotini ko'rsatib qo'ying. 6 kilovat rasxot qilyapti shu turishida. 7,5 kilovatgacha rasxot qiladi. 7,5 1 soatiga. 1 soatiga. 3 tonnaligi. 3 tonnaligi. Xo'p, buni 1 tonnaligi qancha qiladi? Buni tushunmadim. 1 tonnalik bo'lsa qancha rasxot qiladi? Bundan bir 2 kilovat pastroq bo'ladi. 2 kilovat, taxminan 4 kilovat, 4,5 kilovat atrofida rasxot qiladi. Rasxot qiladi. Xo'p, gazga bo'lsa-chi aka? Gazga bo'lsa, biz o'zimizning gazovazdushniy apparatimiz bor. 75% havoni, 25% gazni aralashtirib, shundan energiya issiqlik oladi. Bir kunda taxminan shu bitta gaz ballon desak, katta gaz ballonda 50 litr propan. Bitta yo 1,5 ta ketadi shunaqa. Bitta 1,5 ta 3 tonnaliga aytyapsiz. 3 tonnaliga aytyapman. Endi 1 tonnalik bo'ladigan bo'lsa taxminan bitta yo bittaga ham bormasligi mumkin. Bittaga bormasligi mumkin ekan. Uni katta kichikligiga bog'liq ekan bu narsa. Ko'mirga hisoblab ko'rdilarmi? Hozir shuni jarayondamiz. O'zi taxminiy hisob-kitobimiz bor. Taxminiy hisob-kitobimiz 50 kilodan 100 kilogacha edi. Hozir biz 70 kilo ko'mir tashaganmiz. Hali где-то bir 30 kilo hali bor. 40 kilochasini yoqdi. Bir sutka bo'lmadi hali. Mana ko'rib turibsiz, jarayonda turibdi. Hozir ichkarida 2 tonna sliva qilib qo'yganmiz. 2 tonna sliva bor ichkarida. Shunaqa. Xo'p, yana nimalarni quritsa bo'ladi? Xo'p, bu apparatimizda tarkibida namligi borki mahsulot. Ya'ni oziq-ovqat, nooziq-ovqat bo'lishi mumkin, farmatsevtikada foydalanish mumkin. Quruq meva, mag'iz, pista, bodom shunaqalar quritsa bo'ladi. Ho'l mevalar, sabzavotlar, ya'ni keyin mana xamirli mahsulotlardan makaron mahsulotlarini quritsa bo'ladi. Qurt ishlab chiqaruvchilar qurtoblarni juda o'tirib quritib beradi. Ya'ni bu mana panelimiz, aqlli miya, bu har bir mahsulot uchun alohida yondashadi. Deylik, qurtobga 50 gradus, 60 gradus issiqlik kerak bo'lsa, slivaga 70-75 kerak. Shu yerdan qo'yib qo'yasiz, har bir mahsulot uchun o'zini nastroykasiga qo'yib qo'ysangiz, shuni ushlab turadi. Tarkibida oshcha namlikni ham chiqarib olmaydi yoki oshcha ho'l qilib ham quritib bermaydi. Siz aytgan standartni chiqarib beradi, xudo xohlasa. Har bir mahsulot uchun individualni yondasha oladi. Yaxshigina daromadi bor ekanda. Xudo xohlasa. Necha yil garantiya beriladi bunga? Korpusiga 10 yil garantiya bera olamiz. Elektr chasiga 1 yil garantiya beramiz. Energiya gaz воздушный yoki ko'mirli elektr nimamizga 3 yil garantiya beramiz. 3 yil garantiya beriladi. 1 yil, 3 yil, 10 yil. Hamma yo'lda o'rgatib bersa, o'zimiz o'rgatib qo'yamiz, lekin agar shu sohada biznes qilib turganlar, qurt ishlab chiqaruvchilar, meva quritib sotuvchi, eksport qilayotganlar bo'lsa, ob'yom yetishtira olmayotgan bo'lsa yoki apparati bor, yaxshi qurita olmayotganlar bizga ko'p aloqaga chiqadi. Shunaqalar uchun ham biznesini yana ham tezlashtirish, ekonomik variant istayotganlar uchun yana ham nima qilib beramiz, takomillashtirib, yaxshi apparatlar qo'yib
biznesini rivojlantirishga hissa qo'shamiz. Zo'r. Narxi nechi pul endi aka? Eng qiziq joyi. Qiziq joyi shu. Bunimiz o'zi kattaroq 3 tonnalik uchun 22 ming dollar narx chiqarganmiz. 22 ming dollar Ha. hozirgi kundagi narxi. Agar elektr variant bo'lsa 20 ming bo'ladi bu. Faqat gaz bilan ko'mirlik bo'lsa 22 ming dollar. Endi so'mga aytadigan bo'lsak nechi pul bo'ladi? Taxminan shu 20 ming dollaringiz necha pul bo'ladi? 260 million, 250 million atrofida bo'ladi. 260-250 million atrofida bo'ladi. Uskunani narxi. Ha, uskunani narxi. Komplektida nima bor? O'ziga ichiga sig'adigan darajada bu 3 tonna bo'lsa 20 ta teleshka, 640 ta paddoni, miyasi, agregatlari, gaz yo elektr yo ko'mir uchun o'zi tanlayveradi. Ha, uni tanlaydi. Dastavka, установка, обучение tekin. Hammasi ichida bo'ladi. Ichida bo'ladi. Endi bir tonnaligi nechi pulga qilib berasiz? Bir tonnaligi 15 ming dollar qilib beramiz. Nimaga uncha katta farq yo'q? Bizda kattalashgan sari narx arzonroq tushadi. Ha, demak kattarog'ini olsa yutadi. Chunki shu 1 tonnaga qo'yiladigan agregat 3 tonnaga ham qo'yiladi. Faqat ozgina usulinni kuchaytirilgan variant qilinadi. Materiallar ham unaqa katta farq qilmaydi. Asosan shu mehnat, shu vaqt oladi. Shuni hisobiga katta rol o'ynamaydi. Materialni hisobiga ozgina oshishi ehtimoli bor xolos. Haligida aytdingiz-ku, kichkina oddiy xonadonlarga ham kichikroq qilamiz. U necha kilolik bo'ladi? Unimiz 300 kilodan 300 boshlanadi. Ha. 4 ming dollardan chiqadi. U ham nержавейкада. Agar buni sendvich paneldan zakaz qiladigan bo'lsa kimdir, o'zini aynan mahsulot uchun menga sendvich panel ham bo'laveradi desa, masalan, bu 20 ming bo'lsa, elektr variant. U 15 ming dollarga chiqaradi. Qancha vaqt davomida quritib beradi endi? Endi bu mahsulot turiga qarab, hech kim buni masalan bitta mahsulot 10 xil mahsulot bir xil vaqtda quritmaydi bu. Bir ikkita misol qilsak bo'ladimi? Ha, masalan, sliva 24 soatdan 30 soatgacha chiqadi. Sliva 24 soat. O'zini turiga qarab buni ham. O'riklar ham shunaqa. Olmalar 12 soatdan 15 soatgacha. Qurtoplar 10 soat atrofida. 10 soat atrofida. Buni ichida yurganlar o'zi yaxshi biladi. O'zi bilishadi. Ha. Ilmini o'rgansa bo'ladi. Bu tezlashtirib beradi, ekonomishni qilib beradi. Masalan, hozirgi ishlatayotgan sushki apparati yoki qo'lbola apparati bir kunda deylik 500 ming rasxod qilayotgan bo'lsa, quritish uchun. Bizda masalan 200 ming so'm bilan shu narsani quritib oladi. Shu ob'yomdagi mahsulot. Misol, ancha ekonomik karra ekonom qilib beramiz. Shu hozirda ham zakaz berilsa 300 kilo 1 tonna 2 tonnalik qilib yasab berasizlar. Shunaqa hozir muammo yo'q. Yo'q, o'sha 300 kiloligini narxi necha pul chiqadi? 300 kilolik 4 ming dollar chiqadi. 4 ming dollar atrofida. Demak 4 ming dollar bilan biznes boshlasa bo'ladi. Bunga agar qo'shimcha qilib men bu apparatni olsam-u, uni upakovka apparat, yuvadigan apparat yoki uni stollari kerak bo'lsa, hammasini komplekt o'zimizda bor, bolalar bor, shu sohada shug'ullanadigan. Komplekt arzon narxda yig'dirib berishimiz ham mumkin. Damashli variant, ha. Deylik, buni quritadi, shunda apparat bor, payka apparat yoki vakuum apparati, shuni apparatda upakovka qiladida, bozorda eksport yo'naltiradi. 300 kilolik razmeri nechi bo'ladi aka? Xo'p, 120 bo'ladi aka. 120 ga 120. Kichkinagina xonada ham qilib bersa bo'ladi. Bo'yi 2 metr bo'ladi. Boshlanishiga. Taxminan o'shandan usluga qilsa yo necha pul topsa bo'ladi? Endi usluga masalan bir kunda 2 marta оборот qilsa ham 300 kilo, 600 kilo mahsulot quritadi. 1000 so'mdan olsa 600 ming so'm pul bo'ladi. 500 ming, 600 ming atrofida daromad qilsa bo'ladi. Boring 100 ming so'm, 200 ming so'm rasxodiga chiqarib olsa, 300 ming daromad. 300 ming so'm o'zi ashi bitta kichkina o'zidan ham daromad qilsa bo'ladi. Ertalardan kechgacha 200 mingga kira ham qilib yurilibdi aka. 15 ming dollarga mashina olib, urinib turib taqayt urib beradigan bo'lsa, hali mashina ham tugaydi. Do'stlar, fikrlaringni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Kimga shunaqangi nержавейкадан yasalgan, garantiyalarni beriladigan quritish, nima deymiz, quritish uskunalari deymiz, quritish uskunalari kerak bo'ladigan bo'lsa, akalar raqamini pastga yozib qo'ydim. Aloqaga chiqsalar, bizning nomimizdan bonuslarni qilib berishadi. Akajon, katta rahmat, sog' bo'linglar.